Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l ko'chasindamiz. Bugun Navro'z bayram 19-mart 2026-yil. Xudo xolasa sizlarga Navro'z bayramidan chiroyli, zo'r kadrlarni ko'rsatib harakat etaman. Like'larni bosib turasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. To'rtko'lni sog'inganlar bormi? Kommentariya yozib ketinglar. Xudo xolasa görüp boraverasizlar Navro'z bayramini chiroyli etib. Ajoyib et. Like'larni bosib turinglar. Qarindoshlar jamuljam, xush kelding bahorim, xush kelding Navro'z. Bayram zo'r, xudo xolasa görüp boraverasizlar. Endi bunda ustozlarimiz suratga tushadilar. Ustozlar, sinfdoshlar, taniydiganlar bormi? Kommentariya yozinglar qani. Ustozlar. Kelimizdagi ustozlar. Ajoyib, gap yo'q. Xudo xolasa back tarafimizda chiroyli stollarni. Yo'ldoshlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan charchamasdan shu odamni taniydiganlar bormi? Nechsiz? Harman. Bayramlar bilan. Rahmat bilan barcha o'zini. Omon sog'lan. Ko'pini ko'ravergisizlar shu bayramlar. Rahmat katta. Tabriklayman. Rahmat. Navro'z bayrami. Rahmat. Xudo xolasa yana ko'rib turganlaringizdek Navro'z bayram bilan hamman tabriklab turibdilar. Bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Yanda qo'lmenati o'xshaydi bu tort. Tort sabini qo'yib qo'ydilar. Shunda tikuvchilik bo'yicha ham. Bu da lekin to'qilgan patinkalar ekan. To'qilgan patinkalar ekan, yaxshi ekan lekin. Qo'lmenati-ku bilanmasang. Geng axir bera, qo'lmenatlaringizni ko'rsating axir. Bu tayyordelning üstüne kol menati boyang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bular kol menati yine padoşları. Yine padoşlar. Belenti dese belenti, uski dese uski. Ya bu kol menati dokup turttu yine. Ajoyib. 180'den 250'ye diye bu. Zo'r narsa ekan, yeb-yengil bo'ladi ekan. Oyog'ingizda bori yo'q. Ham dokulaveradı bu. Ha, xolan svetinden dokup, xolan razmeri. Ak dese ak dokuladı üstü, külrenk dese külrenk. Gap yo'q. Dokulaveradı. Padoşları kara olsun dese kara etemiz. Gap yo'q bedeyine. Qizlarimiz, ayollarimiz uchun zo'r topish kerak. Bori yo'q-ku bilinmaydi ekan oyoqlaringizda, lekin yengilgina ekan. Yeb turganlaringizdek rahmat. Ajoyib. Back tarafimizda yana ham shunday bir menatlarni To'rtko'ldagi zo'r ajoyib yangilikdan chiqarib boshlashda davom etamiz. Kuzatishda davom etib turaylikmi? Xudo xolasa bir qator ko'rsatib o'taman endi sizlarga. Bu tarafda mahallalar, Toshkent mahallasi. Bu tarafimizda Ulug'bog'. Bu tarafda qaysi taraf bilmadim doğrusu. Yazmay qo'ydim. Endi sizlarga ibida chiroyli deridan tikilgan jaket, choponi, ibida shapkalari bor ekan. Deridan tikilgan bu, yo'qolaringizdek. Ibida nabishti shapkalar deyman. Top qolaydan yo'qki. Deridan. Ajoyib shapkalarni chiroyli qanaqa. Mesela göğüslük var aramızda sizler. Ajoyib. Navro'z bayramı var. Bu tarafta turizmchilar qo'l menatlari bor. Ajoyib gap.
Beyramımızın hem göz tutarsa hareket etmemiz götürürlerler değil. Like kanala basıp dursanız da ezaket. Yine Türk Kürdü. Beyram zor. Yaxşı. Baxalası azı. Bura gələddən beyramdan açıb, çıraqlatıb, bərədir. Ellərindən qoyub başa hərəkət edəmiz. Videonun axırına gəldi götürürüm. Görüb para arasında. Yüreğimde vardır o piyi ile böyle altı halka. Yüreğimde vardır o piyi ile böyle altı halka. Bayram başlandı. Beyram zor oldu tutuyor.
Bormisiz? Git. Yok çıkmadı. Bayramlar bile ya. Bayramlarınız bilan. Bayramlarımız. Sağ olun. Sağ olun. Kurak dedi mi lan? Ha? Yaxshi muvaffaqiyat. Qarasın. Qo'l mehnatini bir kelin qiladi. Zarat ko'p, ularni bir Hammasi qo'lda. ularni bir yig'ib joy tashkil qilyapti. Qo'lda ishlaydi. Bir to'g'ri ishlab chiqardi. Dollar. Markaziy qilib. Hunara qo'lda ishlangan. Hammasi Bu ham qo'lda ishlangan. ikkita ishlangan. Yaxshi muvaffaqiyat ishlar. Ham muborak. Men dasturxonimiz to'kin sochim bo'lsin. Shunday chiroyli zag'aralar yopilsin, ha? Ularni eslab turishimiz kerak. Bulamiqlarni bormi? Bulamiqda yana ovqat. Juvari kurtik, ha? Var. Juvari kurtik. Bir aylanib kelik, keyin yeymiz, yaxshimi? Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kichkina. Mana Ismoil aka qana Ismoil aka. Ismoil aka. Bayramlaringiz bilan. Buni sumalakka qachon pishadi? Sumalagi pishdi. Qani? Sumalagi. Qani kichkina bakki. Sumalak qani? Sumalak bor. Onaqa yaxshimisiz? Yurtimiz tinch bo'lsin. Sizdek onaxonlar ko'p uzoq umr ko'rsin. Sizlarning duolaring kerak bizga. Sog' bo'ling. Sizlarning hunarmandlaringizni ishlar qayta. Uni yig'amiz bir. Navoiy mahallamizda biz o'zimiz tadbirkor azim mahallamiz o'z binosida o'tirib o'zi noskina to'qib Genjavoy oila korxonasidan o'zi hozir keladi, hozir ustiga yana narsa qilyaptimi bizlarda? Ava bu ham o'zimiz ichki bozor, ham tashqi bozorga muhtoj. Joy bo'lmasa bor. Ana buni borgan joy. O'zimiz mahallada joylashgan, o'zimizning hokim bor. Bu o'zimizni tadbirkor qo'lda ishlaydi, tub bilarin narsalarni o'zi to'qib nima qiladi. Bu yerda endi o'zimizdan yarim maqsad Hokim boy, assalomu alaykum. ish o'rinlari yaratmoq kerak. Muboraklar mana. Bo'ldi, xudo xolasa. Ularni bir sharoitini o'rganib chiqamiz. Sog' bo'ling. Bayramlar bilan. Yandana xalqimizni o'zimizni milliy nimalarda Navro'z, hokim boy, kelin mehmonlar. Kel. Rahmat. Sog' bo'ling. Bayramlar. Kelaverlar. Hamma omadli bo'linglar, omadlaringiz cho'qiraversin, baxtli saodatli bo'linglar, qopqonlaringiz to'y tomoshaga yarasin. Doim shunday Ramazon oylarini yutishingiz, ertangi Navro'z bayramlaringiz bilan hammangizni tabriklayman. Tabriklayman. Rahmat. Bayramlarınız bilan. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Rahmat.
bo'lyapti. Ha, men boruvchiman bu yerga. Şarap reşit küçük. Senin postun da yani. Dört günün başına Allah'tan rahmet yağdı. Bak bayramlarımız kutlu olsun. Sağ olun. Senin çırayım güllerde, aramam uğurlar tünlerde. Senin çırayım güllerde, kaleme geçemedi bağlılar. Kuvar şifşak kız bağlılar, güneşe de zor zor yerler. Yaşımda bir anda. Rahmat, baxtli bo'linglar. Baxtli, saodatli bo'linglar. Sog' bo'linglar. Qo'shaloq bayramlarmidi? Oilalar tinchmi? Yurtimiz tinch. Shunday yurtda yashagandan behisob shukrlar qilishimiz kerak. Iloyim yurtboshimiz omon bo'lsin. Qoraqalpog'iston rahbarlari sog' salomat bo'lsin. Sizlarga yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Türkistan Mahallesi. Bu da kadar büyük. Sizin başçılığınızda 75 gün ötüremiz. Birincilerden bulup kurulgan bu. Türkistan Mahallesi. Bu da kalada. Olamaz. Rahmat sizlarga. O'tgan safar o'g'ircha qololmay qolganman mana. Ha? Mana olib borasiz. Sog' bo'linglar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hurmatlar majmuasini ochmoqchimiz. Ochamiz xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Nerede satın aldık biz? Ekolojik yıkanmış bağlar. Yaş işlettiler bana. Sağ olun. Böyle başına kudanı ya da teli yar yar peygamberler ruhunu şadet yar yar peygamberin yüzünü kim görüptü yar yar hatta ona didarına kim koyuptu yar yar peygamberin. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir ishtirokchilari. Bugungi qo'shaloq bayram bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, vaqt, saodat, baraka olib kelsin. Sizlarni ko'p millatli tumanimiz aholini sharqona yil Navro'z ayyomi bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli inson qadri, uning huquq va manfaatlarini ta'minlash, xalqimiz farovonligini oshirish, jamiyatda tinchlik, do'stlik va hamjihatlik muhitini, ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash yo'lida ulkan qadamlar tashlamoqdamiz. So'nggi yillarda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tom ma'nodagi tarixiy o'zgarishlarga mos holda ma'no mazmunini tobora chuqurlashib borayotgan bu yilgi Navro'z muqaddas Ramazon oyida
uning ezgu amallariga uyg'un holda o'tayotgani bayramga alohida ruh, o'zgacha fayz va quvonch baxshida qilmoqda. Bayram tantanalari tumanimizdagi barcha ovul va mahallalarda Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir degan bosh g'oya asosida keng nishonlanmoqda. Aynan ana shunday ezgu qadriyatlar tufayli aholi manfaatlari va ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ehtiyojmand, kam ta'minlanganlarni qo'llab-quvvatlash jamiyatning hech bir a'zosini mehr va e'tibordan chetda qoldirmaydi. Hududlarimizda obod qilish, yer va suv resurslaridan, barcha tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish ustuvor vazifamizga aylanmoqda. Mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida nishonlanadigan bu yilgi Navro'z shodiyonalari shu bois yangicha ruh va mazmun kasb etmoqda. Bu shodiyona elimizga qut baraka, to'kin sochillik, tinchlik, osoyishtalik olib kelishini tilayman. Qadrli yurtdoshlar, tumanimizda yashil makon umummilliy harakati doirasida 200 ming tutdan ziyod mevali va manzarali ko'chatlar ekilib, bog' va rog'lar barpo etilmoqda. Ijtimoiy ko'makka muhtoj, kam ta'minlangan, yolg'iz keksalar holidan xabar olinib, mehr va e'tibor ko'rsatilmoqda. Fuqarolarning hayoti va mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularga daxldor ijtimoiy muammolarni hal etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Yangi qurilayotgan 9 ta ko'p qavatli uy-joylar tumanimiz qiyofasiga chiroy qo'shib, xalqimiz turmushiga farovonlik olib kelmoqda. Navro'z kunlarida bobo dehqonlarimiz rizq ro'zimiz, dasturxonimiz qut barakasini o'ylab, ona zaminga o'z mehrini beradi. Mo'l hosil olish niyatda qattiq bel bog'laydi. Ularga alohida ehtirom izhor etmoqdamiz. Yurtimizda yana bir ulug' bayram 22-mart mahalla tizimi xodimlari kuni keng nishonlanadi. Mahallalarimiz go'zal va betakror vatanimizda tinchlik va ahillik, o'zaro hurmat va hamjihatlik makoniga aylanib bormoqda. Barchangizni Navro'z umumxalq bayrami bilan yana bir bor tabriklab, ezgu tilaklarimizni izhor qilmoqdamiz. Elimiz tinch va farovon, dasturxonimiz to'kin sochil, yurtimiz omon bo'lsin. Har doim Alloh taolo hammamizni o'z panohida asrasin. Sizlarga baxt, saodat yana bir marta, sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Sog' bo'linglar.